Qariyalar hamda pensionerlar diqqatiga kutilmagan yomon xabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Kanalimizga xush kelibsiz. Videoroliklarimiz ostida bir dona like hamda podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni yodingizdan chiqarmang. Qariyalar hamda pensionerlar diqqatiga yomon xabar e'lon qilindi. Ushbu xabarni tezda qariyasi bor tanishlaringizga yetkazib qo'ying. Ogohlantiring. Firibgarlar O'zbekistonda pensionerlarni nishonga olmoqda. Jinoyatchilar xonadon statsional telefonlariga qo'ng'iroq qilib, o'zlarini ATS xodimi sifatida tanishtirishmoqda va nomerlarni almashtirish bahonasida pasport ma'lumotlarini talab qilishmoqda. Ayrim hollarda hatto hujjatlar bilan tashib chiqib, yuzini suratga olishni so'rashyapti. ATSda esa bunday ma'lumotlar rad etilgan. Hech qanday nomer almashtirish yo'q deyilgan ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan xabarlarda.